yuqorida aytdingiz, oilaviy kontentlarda bolalarning ishtiroki qanday bo'lishi kerak, bolalarning ishtiroki haqida gapirdingiz. O'zi aslida bu ishtirok bo'lishi kerakmi? Agar bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa tashkillashtirilishi kerak? Shu haqida ozgina gapirib bering. Bilasizmi, aniq bir qonun qoida yo'q-da. Misol uchun ota-onalar ko'radi farzandini ijtimoiy tarmoqlarda blokka olganidan keyin, videosini olganidan keyin резко bemalol gapiraverayman, anaqa qilmasdan резко prosmotr ko'payib ketadi. Farzandimni olsam, demak odamlar shunga ishtiyoq baland ekanda prosmotrlar. Emotsiyasi bilan o'ynashadi. Albatta. Va bu followerlarni o'ylaga olib keladi. Keyin yana bitta vaziyatni oladi. Ikkita holatni kuzatish mumkin. Birinchisi, bu ota-onalarning emotsional holati tufayli bola videoga tushadi. Ya'ni qandaydir bir shiringina qilgan ishimi, nimasimi ota-onalarni jalb qilib qoladi-da, shunga rasmga olib videoga berib yuboradi. Ikkinchisi, bu atayin farzandini shu holatga tushirib olish holati ham bo'ladi. Afsuski, bu vaziyat ham bor. Lekin u yerda aniq qoida yo'q-da, bunday qilish mumkin, bunday qilish mumkin emas. 3 yoshli bolangizni bolani suratga olyapti, videoga olyapti. Undan rozilik so'rash masalasi eng oxirgi plandagi vaziyat hisoblanadi. Bola rozilikni berish masalasi ham, lekin ota-ona shu vaziyatda farzandlariga bu videoni ijobiy ta'sir qilishi, salbiy ta'sir qilishi haqida o'ylanishi lozim. Nega? Hech qaysi internetdagi material yo'q bo'lib ketmaydi va u o'zini raqamli izlarini qoldiradi. Demak, bu material qachondir chiqishi mumkin, qachondir holat takrorlanishi mumkin. Bu material qachondir topilishi mumkin. Bu nima deydi, sarhadsiz internet bo'lishi bilan birgalikda o'z navbatida bu materiallar saqlanadi va o'z sifrovoy raqamli izini qoldiradi. Shu nuqtai nazardan bu yerda aniq mamlaqa tartib yo'qligini ham aytmoqchiman va eng muhimi yana bitta narsa, ota-onalar tomonidan farzandlarini videoga suratga olayotganida ulardan qahramon yasash holatlari, bola blogerlarni yasash holatlari ayrim payt majburiy bo'lib qoladi. Masalan, Amerikada shunaqa holat bo'lgan, internetda ko'rsangiz bo'ladi, bu keyslarni topsangiz bo'ladi. Aynan bolalarini majburlash orqali shu nimalarni qilishgan, videolarini syomka qilishgan. Bu jinoiy ishga aylanib ketgan, katta anaqa разбирательство bo'lgan bu nuqtai nazardan. Lekin shunga qaramasdan bizda O'zbekistonda bu hozir juda ham ommalashib bordi. Qarang, qiziq narsa, rozilik so'rash masalasi o'z umuman olganda ota-ona farzandiga 18 yoshgacha umuman olganda vasiy bo'ladi, mas'ul bo'ladi. Endi qaysidir sohalarda bola o'zini qarorini qabul qilish mumkin 16 yoshda, 15 yoshda, nimadir. Lekin aytaylik, mana hozir ko'p bloger bolalar 7 yoshgacha va undan kichkina. Ulardan qanaqa rozilik so'rash mumkin? O'zi bu yerda rozilik masalasi bormi yoki bo'lmasam aytaylik, ota-ona ombudsmanga, bolalar ombudsmaniga borib, ularga kafolat xati berish kerak. Shunaqa qanaqadir tartib bormi? Qanaqa bo'lish kerak bu? Yo'q, shunaqa tartib qilish kerakmi demoqchiman. O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak? Mana 7 yoshgacha bo'lgan bolalar yoki umuman o'zini boshqara olmaydigan, o'ziga javob bera olmaydigan yoshdagi bolalardan rozilik so'rash tartibi bu qanaqa bo'lish kerak o'zi aslida? Bu yosh kategoriyasi bilan belgilanadi. Rozilik olish masalasi, internetga joylash masalasi. Masalan, 3 yoshli boladan haqiqatan siz rozilik ola olmaysiz. Lekin o'zini tushungan, nima deydi, mana 7 yoshli bola bilan siz gaplashsangiz, uni ongli qaror qabul qilishga ozgina undashingiz mumkin bo'ladi. U nima yeyishini xohlashini ayta oladi-ku. Shu nuqtai nazardan video bo'yicha ham o'zini qandaydir bir fikrini ayta olishi mumkin. Lekin bu bola, aytaylik 7 yoshli bola, u kelajakda nima bo'lishini bilmaydi, anglab yetmaydi. Misol ijtimoiy tarmoqda tarqalyapti. Misol aytaylik, u ichki kiyimda o'zida turibdi. Misol qiz bola ichki kiyimda o'zida turibdi. Uni kelajakdagi ta'sirini u 7 yoshli bola bilmaydi. Endi qarang, men nima deb o'ylayapman? Agar bola blogosferaga kirayotgan bo'lsa, ota-onasi orqali kirayotgan bo'lsa, balki bolalar ombudsmanidan qanaqadir kafolat xati olish kerakdir balkim. Bu bitta taklif. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qanchalik to'g'ri qaror bo'ladi? Menda to'g'ri yechim yo'q. Buni o'rganish kerak. Men hali bu temani, mavzuni to'liq o'rganib chiqmaganman. Shu masala muammo borligini bilaman, lekin uni yechimi bo'yicha jahon tajribasini o'rganib chiqish kerak. Qarang, qanaqa holat. Men hozir ikkita ustunni ko'rsatdim. Bola bloger va bola qahramon. Bu ikki xil narsa. Bola bloger u o'zi asosiy qahramon sifatida blog yuritadi. To'g'ri, ota-onalarning yordamida, lekin bola qahramon faqat etilgan vazifani bajaradi. Faqat kadrda paydo bo'ladi va hokazo. Buni kategoriyalash ham
alohida ahamiyatga ega. Qonun jihatidan ham, qanaqadir normalar jihatdan ishlab chiqilayotganda shu masalalar inobatga olinishi kerak. Meni nazarimda hozir bu yerda o'tirgan mutasaddilar aynan qonunchilik sohasida, aynan davlat hukumat tomonidan qilinayotgan ishlar nuqtai nazaridan shunga e'tibor berishlari kerak va me'yorlarni belgilashlari kerak. Biz taklif berishimiz mumkin. Hozir bu birinchi uchrashuv. Shu prosesga, mavzuga tayyorgarlik jarayonida aniqlagan masalalarimni men ilmiy jihatdan ozgina qidirib, izlanib, manbalarga tayanib fikrlarimni aytdim, lekin shu tasavvurni paydo bo'lishini o'zi biz farqlashimiz o'zimiz ikkinchi qadam qo'yishimizga nima beradi bizga, imkoniyat beradi. Hozir kattalarga, katta auditoriyaga kirsangiz, sizni suratga olish mumkinmi, mumkin emasmi? Roziligingizni bering degan juda kam nima bor. Bizda O'zbekistonda juda kam holat, lekin dunyoda hamma shunaqa ijtimoiy qachonki O'zbekistonda xalqaro tashkilot qo'shilgan bo'ladi, keyin nima bu narsani kiritish bizani vakolatimizda, albatta. Xuddi shu narsa keyingi ozgina qoldi. Yo'q, unaqa Boshqa ekspertlar ham bor. 5 ta operator. Tashqariga chiqqan faqat bitta ekspert Chiqsiz bo'ladi so'rab. bo'lmayapti. Iltimos, men juda ham muhim mavzuda gaplashyapman. Shuni gaplashib oling, iltimos. Kechirasiz, hammani Xo'p, boshqa 5 daqiqa vaqt bering. 5 bo'lmasa siz kutib turing, ularga berib oling, keyin sizga qaytib keladi. bo'ldi. Men kirib ketmayman. Prezentatsiyada gapirdingiz, bolani ekspluatatsiya qilish. Bu siz bolani ekspluatatsiya qilish deganda aynan uni ruxsatsiz bloklarga tushirishni nazarda tutdingizmi yoki boshqa? Yo'q, faqat bu emas. Men chet el misollarini ko'p bu yerda keltirmadim. Chunki chet elda aynan seksualniy ekspluatatsiya masalasi ko'tarilgan edi. Qaysi ma'noda bolaga zo'ravonlik o'tkazish, uni kaltaklash masalasi, uni nima deydi, kontentga moslashtirish povedeniyasini, shunaqa holatlar bor. Bunaqa qil, mana bunaqa qil, bu yoqqa qarama, yig'lab tur va hokazo masalasida. Bu yangi turdagi ekspluatatsiya turida, ish qildiradigan ekspluatatsiya bor. No, bu psixologik davleniya masalalari bor. Men juda ham hamma misollarni bu yerda keltirganim yo'q, lekin shu masalalar ham muhim bo'lib qolmoqda. Qaysi sharoitda bola videoga tushirilayotganini bilmaysiz. Mana qarang, hozir bu yerda nafaqat bloger bolalar bor, bu yerda lo'li bolalar bor, tilanchi bolalar bor. Bu qahramonlar, videoga tushib qolayotgan bolalar. Ha, bularda biz qanaqa qilib nima qilishimiz mumkin? Nima deydi? Siz ijtimoiy yo'q, siz ijtimoiy muammoni ko'tarayotgan bo'lsangiz, ularni videoga olayotgan bo'lsangiz ko'chada, agar bu ijtimoiy mediani ijtimoiy vazifasini bajarish nuqtai nazaridan opravdanniy bo'lsa, oqlangan bo'lsa, siz uni olishingiz mumkin. Misol uchun siz video olyapsiz, lo'li bolalarning ko'chadagi hayotini yoritish uchun. Siz ommaviy axborot, rasmiy ommaviy axborot vositasiz. Siz uni o'rganyapsiz, manbalarini o'rganyapsiz va keyin faktologik ma'lumot sifatida bu videolarni olyapsiz. Bu mumkin emas. Lekin agar bu narsani zararli kontent nuqtai nazaridan ishlatadigan bo'lsangiz yoki sizdan keyin bu zararli kontentga aylanib ketadigan bo'lsa, ana o'sha masala jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shu jinoiy javobgarlikka tortiladi, lekin buni boshqa tomoni bor. Aytaylik, bola 4 yoshli bola onasi bilan ko'chada tilanchilik qilyapti. Buni u simiy bo'lsin yo bloger bo'lsin yo qanaqadir bir fuqaro bo'lsin, u videoga olyapti, ijtimoiy tarmoqqa tarqatadi va bu o'sha siz aytayotgandek raqamli izini qoldiryapti. Bola katta bo'lyapti va kelajakda u o'zi xohlamayapti. Men xohlamagandim, men tilanchilik meni qora taqdirim, qora tarixim bo'lib qolyapti. Bu holatda misol bolani huquqlari buzilmayaptimi? Bolaga bo'lgan diskriminatsion holatda nima yuzaga kelishiga aynan shu haqida gapirdim-da. Zarar yetkazmaslik va 5-10 yildan keyin bu bolaga qanday ta'sir qilishi mumkin degan vaziyatni o'ylash masalasi bor-da. Shuning uchun bu yerda kontent yaratuvchilarni savodxonligi juda muhim ahamiyatga ega. Biz hozir hamma narsani, uzr so'rayman, qimirlab ketayotgan tarakanni ham olaveramiz-da. Hamma narsa videoga tushganidan keyin bu demak kimgadir qiziq degan tamoyilimiz bor. Bizni chegaramiz, erkinlik chegaramiz tugagan joyda boshqa nima deydi, erkinlik chegarasi bor-da, ma'lum ma'noda. Shu narsalarni qonuniy jihatdan legitim qilish, qoidalar ishlab chiqish oldimizdagi eng muhim vazifa. Hozir tayyor yechim yo'q. Ustoz, mana qarang, qanchalik to'g'ri bo'ladi agar men hozir ombudsmanga savol beradigan bo'lsam, aytaylik, bugun ota-onalarda o'zini qo'lida farzandi xavfsiz emas. Ota-onalar o'zi bolasini o'ldirib qo'yapti, ota-onalar o'zi zo'ravonlik ko'rsatyapti. Aytaylik, shunaqangi media tomonidan bolalar blogercha bolachalari, misol ota-onasi tomonidan bloger bo'layotgan bolalarning huquqlarini himoya qilish uchun bolalar ombudsmani ularning huquqlarini himoya qilish kerak
kafilllash kerak emasmi? Aytaylik, bola zo'ravonlikka uchramayaptimi? Bolani kelajakda unga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan kontent, video, foto ijtimoiy tarmoqqa tarqalmayaptimi? Bu vazifani bolalar ombudsmani yelkasiga olish kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Bilasizmi, ayrim tashkilotlar pretendent paydo bo'lganida faoliyatga kirishadi. Muammo paydo bo'lgandan keyin Muammo paydo bo'lsa, kimdir ariza bilan murojaat qilsa, bu rezonansga aylansa, ular harakat qilishni boshlaydi. Ayrim tashkilotlarning kundalik faoliyati shundan iborat bo'ladi. Mana shu chegarani biz tushunib olsak, kim qanday harakat qilinishi kerak. Aslida bu to'g'rimi? Da, to'g'ri. Masalan, ichki ishlar har doim ham hamma narsaga aralashavermaydi-ku bir xil tomondan, to'g'rimi? Lekin men hozir bu yerda bekorga aytmadim, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bo'lishi bu jamoada, bu kategoriyada, chunki va ijtimoiy himoya agentligi bor. Shu kabi nimali ekspertlarni, institutlarni ham ahamiyati yuqori hisoblanadi. Chunki ularning vakolati bor. Ijtimoiy nuqtai nazardan shu oilaga kirib borish, shu oilada qandaydir bir harakatni amalga oshirish nuqtai nazar. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ikkita nimada ishlashadi. Masalan, inspektor istagan oilamga bostirib kirib, nima bo'lyapti oilangda deyishga haqqi yo'q. Lekin pretendent sodir bo'lsa, holat bo'lsa, kuzatsa, sezsa, prognoz qilsa, nimadir noto'g'ri holat bo'lyapti deydigan bo'lsa, ular shu nuqtai nazardan ham bitta qo'shimcha nimasi bo'lishi kerak, mas'uliyati bo'lishi kerak. Hozir biz bытовое насилие deymiz, misol uchun janjal deymiz, boshqa narsa deymiz. Orasiga axborot maydonidagi masala, axborot bilan bog'liq, kontent bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlar ham qo'shilib boryapti-da, kengayyapti jarayon. Hozir bu endi birinchi davra suhbati. Ertaga yana bir tashkil qilishadigan bo'lsa, kengroq omma nima qiladigan bo'lsa, bolalar jinoyatchiligi bilan ishlaydigan alohida kategoriya ichki ishlarni yo'nalishi bor, tashkilotlar bor. Ular bolalar jinoyatchiligi, bolalar sodir etgan jinoyatlar, to'g'rimi? Lekin biz bloglarda bolalar jinoyat sodir etyapti demayapmiz-ku. Biz faqatgina jabrlanish holati mavjud bo'lishi mumkinligi haqida aytyapmiz. Oxirgi savolim, mana shu ijtimoiy tarmoqlarga tarqalayotgan foto, videolardan kelish ehtimoli bo'lgan, sizningcha kelish ehtimoli bo'lgan xavflar nimalar? Hozir как раз slaydda aytdim, deepfake'lar bo'lishi mumkin, AI slop holatlari, AI ularni foydalanishi mumkin bo'lgan holatlar. Biz shu masalani ko'tarayotganimizda bolani norozilik holatlari, psixologik holatini buzilishi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'tirish, ijtimoiy tarmoqlarga chiqish, omma e'tiborida bo'lish, populyarni bo'lish, bu hammasi miyaga, psixologiyaga ta'sir qiladigan holat, mental salomatlik buzilishi holatlari bo'lishi mumkin. Bu bolaga nisbatan nimalarni, firibgarlarni ta'siri bo'lishi mumkin. Bola bilmaydi, videoga tushyapti, lekin firibgarlar kuzatadi bu narsani. Bu bola, mana bu ota-onasi ekan, yaxshi kiyingan ekan, etakda, yoki aksincha qarovsiz ekan va hokazo. Ya'ni bu yerdan ketidan sodir bo'ladigan hammasi axborot-da. Bu axborotni qaysi holatda ishlatish masalasi nazoratimizdan chetda qoladi-da. Lekin bu ko'rilishi mumkin bo'lgan taxminiy zararlar deyish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarni bloklash orqali Zamonov saytida tanishtiringlar, chunki men bilmayman kim bilan gaplashib bo'ladi, tanishtiringlar. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni bloklash bir qancha davlatlar tomonidan qonuniy tasdiqlandi. O'z yuqori Avstriya, hozir Kanada va ba'zi o'zimizni Qozog'iston ham ijtimoiy tarmoqlarni bloklashni nazarda tutmoqchi. Tarmoqlarni bloklash orqali bolalar huquqini himoya qilish mumkinmi? Siz nima deb o'ylaysiz buni? Chora ko'rish kerak. Bloklash masalasi qiyinroq, hatto ota-ona bloklaydigan bo'lsa ham bu qiyin masala hisoblanadi. Lekin platformalarga, ijtimoiy tarmoqlarga zararli kontent haqida ma'lumot berib, zararli kontent tarqatayotgan akkauntlarni bloklash masalasi ahamiyatli hisoblanadi. Aholini nimasi, ongli harakati paydo bo'ladi shunda. Voyaga yetmagan bolalarga o'sha bolalarni ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni bloklash chora sifatida ko'rish mumkinmi dedi? Aniq bilmayman hozirgi javobga. Avstraliya